Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz 14-15 darsdan men o'tib berishim kerak-da. O'shani video orqali sizlarga jo'nataman. O'ylaymanki, bu juda ham foydali bo'ladi, chunki hammada, har xil vaqtda, har xil vaziyatda miyasi qabul qilish mumkin. Buning afzalliklari bilamiz. Xohlagan vaqtda qo'yib, ko'rib, pauza qilib, eshitib, yo'lda, bo'lmasam ko'chada ketayotgan vaqtda eshitib, bundan ma'lumot olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, hozir men tushuntiradigan narsa nima? Sizlarga bugun tushuntiradigan narsam plevra bo'ladi. Plevra. Ko'krak qafasi haqida bu mavzularimiz. Ko'krak qafasida sekin-sekin plevra haqida aytamiz. Chunki ko'p video olsam, ko'rmaslik uchun qisqa 10-15 minutlik video qilib turib, ma'lumotlarni yetkazib ketaman. Xo'sh, plevra nima? Plevra bu o'pkani qoplab turadigan parda. Bildingmi? Plevra bu o'pkani qoplab turadigan parda. Bu endi chuqurroq aytadigan bo'lsak, u ikkita qavatdan iborat bo'ladi. Qanaqa qavatlar? Parietal va visceral. Visceralimiz bu o'pkani bilan yopishgan holatda bo'ladi. Ya'ni bu rasmda ko'rsatilgandek, mana bu o'rtada o'pka bo'lsak, sariq rasmda och sariqda ko'rib turibmizmi? O'pka degan bo'lsak, mana o'pka ustidagi to'q sariq bilan chizilgan liniyada ko'rib biz bilishimiz mumkin bo'ladi. Bu nima? Bu visceral plevra. Endi parietal plevra qolgani. Tepadan sariq bo'lgan, ko'k, yashil, bu tarafdan qizil, hammasi parietal plevra. Mana bu shunda ko'k chiziq bu parietal plevraga to'g'ri keladi. Parietal plevra bu visceral plevra. Endi ikkalasining o'rtasida bitta ko'k bo'shliq ko'rib turibmiz, to'g'rimi? U plevra bo'shlig'i. Nima ekan? Plevra bo'shlig'i, eslab qolamiz. Plevra juda ham muhim. Plevra bo'shlig'i. Mana plevra bo'shlig'i. Bu nima qiladi? Bu yerda normada suyuqlik 20-30 millilitrgacha suyuq bo'lishi mumkin. Ya'ni ishqalanish, nafas olgan vaqtda o'pkamiz kengayadi. O'sha vaqtda mana shu suyuqlik bo'lib turib, ishqalanish, bir-biriga bo'lgan ustidagi ishqalanishlarni kamaytirib, o'pkani harakatlanishiga yordam beradi. Tushunarli? Juda ham xursandman. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi nimani bilishimiz kerak bo'ldi? Keyingi narsa bizda parietal plevraning qismlari bo'ladi. Mana ko'kdagi bu qanaqa qism deb aytishimiz mumkin? Kostal qismi. Nimaga? Chunki qovurg'alar tarafida joylashgan. Kosta lotinchasiga bu qovurg'aning lotincha nomi. Tepasi servikal qismi, yashildagisi, sariqdagisi, pastda yashildagisi nima? Shunda diafragmatik qismi. Bu qizildagisi bo'ladi mana, chunki mediastinal qismi. Chunki mediastinumga qaratigan. Nega diafragmatik? Diafragmaga qaratigan qismi. Nega kostal? Qovurg'aga qaragan qismi. Nega servikal? Bo'yin tarafdagi qismi. Juda ham zo'r. Shuni bilishimiz kerak bo'ladi, aytishimiz kerak bo'ladi. Yana nimani bilishimiz kerak? Biz mana bu yerda halqasimon narsa ko'rib turibmiz, to'g'rimi? Bu nima? Bu joy o'pka darvozasi deyiladi. O'pka darvozasi. Ko'rib turibmiz, bu o'pka darvozasidan o'pkaga kiradigan hamma qon tomir, arteriya, vena, nerv, bronx, limfalar o'sha joydan kirib chiqadi. Tushundingmi? O'sha joyda bizda parietal plevra, ya'ni ustidagi plevra o'pkaga yopishgan visceral plevraga o'tadi. Ikkalasi bog'langan joy. Plevrani umumiy olib qoladigan bo'lsak, bu qanaqadir germetik qobiq. U joyda ortiqcha havo ham bo'lmaydi, ortiqcha suv ham bo'lmaydi. Agar ortiqcha havo bo'lsa, bu qanaqadir muammoga olib keladi. Ortiqcha suv bo'lsa, u ham muammoga olib keladi.
Mana bu joy rasmda ham e'tibor beradigan bo'lsak, keyingi rasmda juda ham chiroyli, tushunarli qilib ko'rsatilgan. Mana korpus servikal qismi, kostal qismi, mediastinal qismi, mediastinumga tarafdagisi diafragmatik qismi, diafragmatik qismi va mana o'rtadagi nima? O'rtada ko'rib turibmiz visceral plevra. Visceral plevra bu o'pkaga yopishib turgan qismi, o'sha plevraning visceral qismi. Endi bitta narsa aytib o'tishim kerak. Hurmatli talabalar, shu joyga yana bitta e'tibor qaratamiz. O'sha yerda chuqurchalar bo'ladi. Chuqurchalarda ortiqcha havo, suvlar o'sha yerga borib yig'iladi. Ya'ni mana bu rasmda ko'rsatilgandek costa diafragmatic recess nima degani? U degani mana costa bu qovurg'a, diafragmatic to'g'rimi? Costa diafragmatic chuqurcha. Ya'ni shu joyda bo'ladi. Ya'ni costa bilan qovurg'a bilan diafragmaning birlashgan o'sha tarafdagi chuqurchada. Yana bitta bor. Costa mediastinal qismi bor. U shu yerda, bu yerda ko'rsatilmagan. Costa mediastinal qismi ham u joy ham shunaqa chuqurchasi bo'ladi. U joyda pastki tarafda joylashgan bo'lgani hisobiga o'sha joyda suyuqliklar yig'ilishi mumkin. Bu rasmga e'tibor beramiz. Bu yurakniki, yurakda ham plevrasi bor. Mana bu rasmga qaratadigan bo'lsak, birinchisi nima? Birinchisi bizda to'g'ri. Parietal plevra. Ikkinchisi nima? Ajoyib. Visceral plevra. Uchinchisi nima? Ikkalasining o'rtasidagi visceral bilan parietal plevra o'rtasidagi nima? Plevra bo'shlig'i. Plevra bo'shlig'i. Judayam zo'r. Endi bu rasmdan ko'rib buni bildik. Keyingi rasm bu yerdagi aytgan o'sha yuqorida aytganimizdek plevra bo'shlig'ida ma'lum miqdorda suyuqlik, ma'lum miqdorda havo bo'ladi. Agar suyuqlik ko'payib ketadigan bo'lsa, bizda gidrotoraks, suv, gidrotoraks. Agar havo ko'payib ketadigan bo'lsa, pneumotoraks, havo, toraks. Pneumotoraks, toraks bu ko'krak bo'shlig'i. Pneumotoraks, gidrotoraks. Masalan, pneumotoraks haqida bu yerda ko'rsatilgan. Nima bo'lyapti? Mana bu och ko'payib ketgan me'yordan ortiq. U nima degani? Bu ko'payib o'pkani siqib qo'yibdi. O'pka keragicha nafas ola olmayapti, kengaya olmayapti. Bu rasmda ko'rib turgandek. Endi shu muammo nimadan kelib chiqishi mumkin? Agar bizdagi visceral plevrada teshilgan bo'lsa, yoki qayerda parietal plevra teshilgan bo'lsa shunaqa bo'lishi mumkin. Havo o'pkadan bu yoqqa o'tib bo'lishi mumkin yoki tashqaridan bo'shliqqa kirgan bo'lishi mumkin. O'pkadan plevra bo'shlig'iga yoki tashqaridan plevra bo'shlig'iga. O'sha yerda havo yig'ilib bizda o'pkani siqyapti. Muammo aniq. Biz yechim topishimiz kerak. Endi biz nima qilamiz? Hidrotorakosintez degan narsa eshitganmiz. Torakosintez degani o'sha plevra bo'shlig'iga ignani kiritish amaliyoti. O'sha yerda suyuqlikni yoki havoni olish. Nima bo'ladi? Biz 8-9 interkostal bo'shliqlardan, ya'ni 8 bilan 9 tagidan, qovurg'alar tagidan midaksillar liniyadan ignani kiritib suyuqlikni olib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Mana rasmda ko'rsatilgan igna kelibdi. Mana bu 10-ni yuqorisi 9 pasi. 8-9 pasi bo'ladi. Ignada ko'p juda ham yaxshi narsa ko'rsatilgan. Biz bilamiz. Bu joyda nima bilamiz? Bu sulcus costalis, to'g'rimi? Eng kerakli bizdagi
interkostal nerv, arteriya, vena o'tadigan joy. Bu joyga e'tibor berishimiz kerak. Torakosintez qilgan vaqtda qovurg'aning ustki tarafidan ignani tiqishimiz kerak bo'ladi. Agar qovma bu joydan ost tarafdan ignani tiqadigan bo'lsak, biz mana bu nervlarni zararlab, muammolarni yanada ko'paytirishimiz mumkin. Eslab qolamiz. 8 va 9 ning tagidan o'sha oraliqdagi 8-9 interkostal bo'shliqdan mid-aksillar liniyadan nerv sistemasi nerv bilan ta'minlanishi, biz buni albatta bir nima bilan bo'lishini bilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Nima bo'ladi? Cervical qismi bor, mediastinal qismi bor, plevran, to'g'rimi? Diafragmatik qismi bor. O'shalarni phrenic nerv. Phrenic nerv bilan nimaligini bilamiz? Diafragma nervi. U shu qismlarni belgilaydi, innervatsiya qiladi. Ya'ni diafragmaning sentral qismini, interkostal nerv diafragmaning periferal qismlarini innervatsiya qiladi.